xalq tabobatga qanday qaraysizlar deb so'rashadi. Ishonasizlarmi yo'qmi, butun O'rta Osiyo bo'ylab menga juda ham ko'p murojaatlar kelib tushadi. O'zingizni fikringizni ayting. Ma'lum bir giyoh yoki qaysidir xalq tabibi yoki qaysidir inson dorilarsiz davolayman deb aytyapti deb. O'rtoqlar, xalq tabobati chet ellarda ham rivojlangan. Masalan, Xitoyda, Koreyada, lekin isbotlangan tibbiyot bor. To'g'ri, sizlarga yoqmasligi mumkin. Xalqqa ko'proq mo'jiza kerak, osongina, yengilgina qutulsa kasallikdan. O'zingiz o'ylab ko'ring. Dunyoda juda ham ko'p eng boy odamlar bor, milliarderlar, prezidentlar bor, mashhur, qudratli insonlar bor. O'shalar ham yurak qon tomir kasalliklari, onkologiya kasalliklari tufayli aziyat chekishyapti, ko'z yumishyapti. Milliardlab dollarlab pul ushbu tadqiqotlarga, isbotlangan tibbiyotga sarflanyapti. O'ylab ko'ring, o'sha insonlar nima ahmoqmi shunchalik? Qachonki onkologiya yoki mana bu tomirlarni tozalaymiz, stent takishni qilsa ham bo'ladi deb aytsa, o'sha tabibga ishonmang. Ular yolg'onchi. O'zingizni asrang, faqat isbotlangan tibbiyotga ishoning.